Assalomu alaykum hammaga xayrli kun. Mana aytganimizdek bir oy davomida ijtimoiy tarmog'imizni yurg'izdirdik. O'zlaringiz kuzatdilaringiz, onlayn tarzda shaffoflik bilan janrni tarzda yana aniqladik. Bu apamiz, g'olibimiz. Biz butun O'zbekiston bo'yicha podpiskalar yig'dik, lekin nasib o'zimizni Qo'qonlik shu atrofda turadigan shu apa ekanlar. Sizga Rahmat. tilaklaringiz, niyatlaringiz, nima gaplaringiz? Mana неожиданно bo'ldi. Men ishonmadim. Просто men faqat yaxshi niyat qilganingga uyi uchun emas, просто Umidjonga yaxshi ishlari yurib ketsin, odamlar xursand bo'lsin, uyli joyli bo'lsin dedim, barakalli bo'lsin. Shuni o'yladim. Vatanim, shodon kunim Uyda hujjatlarini, shartnomalarini qildik. O'zlarini nomlariga rasmiylashtirdilar. Fotima Jamoliddinova. Jamoliddinova. Shartnoma sanasi 20-avgust 2025-yil. Mana o'zlarining pasportlari. Hamisha yaxshi niyatda bo'laylik. Alloh nasib qilsin. Rahmat. Mana dokumentini oldim. Realni bu haqiqiy dokument. Bizga ishonganlar uchun, bizni qo'llab-quvvatlaganlar uchun hammalaringizga rahmat yana bir bor. Kimga o'sha kundan beri so'radik, kimga Alloh nasib qilgan bo'lsa, o'sha odamga buyursin dedik. Shu apamizga nasib qildi, apajon, buyursin sizga. Rahmat. Yaxshi kunlarga ana shu uylarda oila a'zolaringiz bilan hayotingizni, xayrli lahzalarini, quvonchli lahzalaringizni, keyingi hayotingizda ashta xursand bo'lib, bizni eslab, bizni haqqimizga duo qilib yashash nasib qilsin. Yana bir bor sizga rahmat aytamiz. Hammaga nasib qilsin. Qolgan uylar ham egalariga nasib qilsin. Tez kunlarda biz ham ularni ham o'z egalariga topshiraylik. Rahmat sizlarga. Rahmat.